ikkinchi savolimiz boya karbonat angidridida 201 savolimizning diskaziga vodorod ta'sir ettirildi, hosil bo'ldi noma'lum alkan va suv. Ushbu jarayonda 1 mol alkan hosil bo'lishi uchun oksidlovchi qaytaruvchidan 10 mol elektron olgan bo'lsa, oksidlovchi yana diskazi bu yoqda, qaytaruvchimiz vodorodlar sonini hisoblab qo'ysak yetarli. Uglerodlarimiz n ekan, koeffitsient n qo'yamiz. Kislorodlarimiz n bo'lgani uchun suvni oldiga ham n koeffitsient. Vodorodlarimiz 4n + 2 bo'ldi. Bu yoqda 2 ga bo'lib qo'ysak 2n + 1 ga to'g'ri keladi. Xo'p, qaytaruvchilarni bergan elektronlarni hisoblab qo'yamiz. Ya'ni vodorodlarimiz har bir vodorodimiz bittadan elektron bergani uchun mahsulotlar qismida berib yuborgan elektronlarni hisoblab qo'yamiz. Vodorodlar sonini to'g'riroq 2n, bu yoqda 2n + 2, 2n + 2n + 2. Qaytaruvchilarni berib yuborgan elektronlar. Jami esa 4n + 2 teng bo'ladi. Bu esa 10 ta elektronga to'g'ri kelar ekan. 4n teng bo'ladi 8 ga, n teng bo'ladi 2 ga. Xo'p, etanga to'g'ri kelar ekan. Uglerodlar soni 2 ta bo'lsa, javobimiz B varianti.